Siz ushbu videoni oxirigacha ko'rmaysiz. Chunki sizning miyangiz boshqachasiga programmalashtirilib bo'lgan va siz o'zingiz nimagaligini bilmagan holda Instagram lentasini scroll qilishda davom etasiz. Bu o'zini chalg'itish emas va bu hattoki ilhom qidirish ham emas va bu cheksiz davom etishi mumkin. Chunki sizning miyangiz shunga och. Siz o'ylaysiz, siz ko'rayotgan kontentni o'zingiz tanlaysiz. Instagram qiziqishlaringizga mos qilib sizga bu kontentni beryapti deb. Lekin aslo unaqa emas. Kontent sizni tanlaydi. Algoritm sizga, siz obuna bo'lgan do'stlaringizga, sizni hududingizdagi odamlar nima yaxshi ko'rishiga qarab kontentni beradi va siz xohlasizmi, xohlamaysizmi bu kontentni ko'rishda davom etasiz. Har bir swipe bu dopamin porsiyasi va miyamizga bu xuddi shirin ovqatdek juda ham yoqadi va miya buni talab qilaveradi har safar. Digital qaramlik aynan shunaqa ishlaydi. Texnik gigantlarga esa bu juda ham yoqadi, chunki qanchalik ko'p biz ijtimoiy tarmoqlarda vaqt ketkazsak, shunchalik ko'p ularni hisobiga pul tushadi. Endi menda bitta savol bor. Scroll qilishda davom etamizmi yoki to'xtab yashashni boshlaymizmi?